qayerga musulmonlarning qadami yetsa o'sha yerda baxt bo'ldi, saodat bo'ldi, ilm bo'ldi, ma'rifat bo'ldi, taraqqiyot bo'ldi, yaxshilik bo'ldi, hamma narsa bo'ldi. O'shalarning hammasi haligi gap. Qalbiga e'tibor bergan, qalbini tozalagan, qalbini munavvar bo'lishi uchun uringan zotlar edi. Aql bilan ish bitmasligini yorqin bir dalili avvalda o'tgan Yunon faylasuflari Arasto, Buqrot, Aflatun va ularning sheriklari insoniyat tarixida eng aqli o'tkir odamlar hisoblanadi. Ularning falsafasi o'sha ko'zi ko'rib, qulog'i ushlab turganga foyda bergan. Ko'zi ko'rib, qulog'i eshitib, qo'li ushlagan narsaga falsafasi foyda bergan. Lekin ruhoniyat tarafdan hech narsa yo'q. Zarracha narsani insoniyatga taqdim qilishmagan. Minglab yillar davomida bitta masalani yechisha olmagan. Takafu'ul adillati ala qidamiz zamani va hudusihi. Yana bittasi o'sha ala qidamil alami va hudusihi. Zaman qadimdan bormi, keyin bo'lganmi? Olam qadimdan bormidi, keyin paydo bo'lganmi degan savol va shunga o'xshagan bir qancha savollar. G'aybiyotga tegishli savol. Bittasini yetisha olmagan. U Aflatun, Suqrot, Buqrotdan oldin milliontasi o'tgan bo'lsa, ular ham yecha olmagan. Ulardan keyin milliardi o'tsa, ular ham yecha olmagan. Imom G'azzoli 3 minutda yechib qo'ygan. Falsafani o'rgangandan keyin mana shunlarni tortishib yuribdi. Buni yechimi mana Allohga iymon keltirsa bo'ldi degan. Tugagan. Ana o'shini demak asosida qilingan faoliyatlar hammasi butun dunyoga baraka bo'lgan. Ba'zi bir ulamolar shunchalik ko'p kitob ta'lif qilganki, uni siz bilan biz hali yodlab oxiriga yeta olmaymiz nomini. O'shalardan bittasi vafot qilib sovuq ekan, endi o'likni yuvishga suv istaylik deb qarasa, u kishini kitob yozayotganda qalamini tarashlagandagi tushgan cho'plarni bir uyga to'plab qo'ygan ekan. Shundan yoqaylik deganda yuvishiga yetgan suvni isitgandan yana ochib qolgan ekan, qalamini tarashlagandagi cho'plar. Mana shu Buxoroda bir olim odam ko'chayotganda amirdan xabar keladi. Mana o'sha ilm kitobida yozganman, nimadan manbalardan olib. Shunaqa sani amir chaqiryapti desa, uzr ayting, kitoblarimni falon 100 ta tuyoga ortib qo'ydim, bora olmayman degan. U vaqtdagi kitoblar hammasi qo'l yozma. Bunaqa apparatda tirillatib chiqarish yo'q. Har bir harfini odam qo'li bilan yozish kerak. Butun dunyo ilmga to'lib ketgan shu qo'l yozma kitob bilan. Bularni qilgan mehnati, ishini ko'rib odamlar aqliga sig'dira olmay, nimaga shunaqa bo'lgan desa, Alloh bular uchun zamonni tutib turgan, yurg'izmay turgan deydi. Yo'q, unaqa emas, zamon yurgan. Bularning qalbi munavvar bo'lgan. O'sha oz zamonda ko'p qilish qobiliyatini Alloh taolo bularga bergan. Ana o'shaning uchun mana shu holatlar bo'lgan. Ibn Sino yoki boshqalar katta ilmiy ishlarni qilib o'tirib yechilmayapti. Bo'lmayapti. Shart turib tahorat qilib 2 rakat namoz o'qib duo qilib kelsa yechilgan. Tahoratsiz yurmagan ular. Ibn Sino o'zi aslida falsafa, islom falsafasini faylasufi. Falsafadan zerikkanda tib bilan shug'ullangan haligi ko'ngilocharga. Ko'ngiloch uchun qilgan buni, sal miyam u yoqqa mashg'ul bo'lsin deb. Bu falsafada yozgan kitoblari qator. O'shunda ham qaysi masalalar og'ir bo'lib qolsa haligi gap. Turadi, borib 2 rakat namoz o'qib Allohga duo qiladi, qaynib o'tirib kelsa tayyor masala turibdi. Hammasi mana shunaqa bo'lib, islom butun dunyoga ilm nurini, ma'rifat nurini, baxt, saodat, xayr, baraka nurini taratgan. Mana shu haqiqatlarni biz yaxshi bilishimiz kerak. Biz ham mana shu narsalardan demak imkonimiz boricha
foydalanishga o'tishimiz kerak. Allohning zikri ila qalblar orom topur degani shu. Qalb boshqa narsadan orom topmaydi. Allohning zikri yo'q bo'lsa, qalb nafsga aylanadi. Nafs esa insonni yerga tortadi, botqoqqa tortadi, pasaytiradi. Yuqori ko'tarilmaydi. Farishtadan ustun bo'lish qobiliyatiga ega bo'lmaydi.